Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tether USDT ni payda elish niyatida elib setish emas, pul yo'tkashga ishlatishga bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Dunyoning har qaysi joylarida Tether yoki Tether yoki USDT ismi bilan tanilgan shifrli pul blokchain zanjiriga tava bo'lib, bu turli shifrli pullarni payda elish niyatida elib setish hozirga qadar olimlar tomonidan joiz emas deb qaralmoqda. Mazkur shifrli pulning qiymati bir qadar muqim bo'lg'achqa, mubada bir davlatdan yana bir davlatga pul yo'tkash ishlarida banka yoki boshqa vosita yoki yuqori chiqim yoki vaqtni tejash, shundaqla nazorat qilinmaslikdagi afzalliklardan foydalanib pul yo'tkash ehtiyojini qondirish uchun dollarni Tetherga yoki boshqa qog'oz va shifrli pullarga aylantirib, vaqtni tez ishlatib olsa, birinchi pulning qiymatini to'lashga kafolatlik qiladigan biror ishonchli o'rin bo'lish sharti bilan, ikkinchi ehtiyoj bo'lganida pulni elib setib payda elishni ko'zlamay, pul yo'tkash zaruriyati bo'lsa joiz bo'ladi. Demak, zaruriyat jihatini yuqori ishki shart bilan bu pulni elib setish joiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir.